Tilaging bo'lsa gar Allohdan so'ra, yo'qsa ishing so'ngga albatta vahim. Har ishni boshlagin Alloh nomi ila. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz do'stlar, assalomu alaykum. Bugun albatta qishlog'imizda katta bayram, mana necha yillar mobaynida muntazam ravishda hosil bayrami bo'lib o'tadi bizning qishloqda va barcha aziz va qadrli insonlarimizni yil sar hisobida hosil bayramida ko'rayotganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, assalomu alaykum xalqim. Eng go'zal kunlar, kutilgan hosil bayramlar, qilinayotgan duolar, qilinayotgan ihsonlar hammasi Allohning dargohida o'zi qabul qilib bo'lsin. Hammamizni bugungi hosil bayramlar bilan muborakbod qilamiz. Kutilgan kun, har yili kutiladigan kunlar hammamizga xayrli bo'lsin. Bugungi hosil bayramini kutilgan mana shunday go'zal tantanani ochib berishlik uchun Bog'ot tumani bosh imom xatibi Rashidbek domla Erniyozovga so'z beramiz. Duolar bilan bugungi hosil bayramini boshlab olar ekanmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum aziz eldoshlar, aziz yurtdoshlar. Mana bugun Qorayontoq qishlog'ida hosil bayrami munosabati bilan sho'ra hamma yig'ilib, ihson qilib, xayr ihson qilib, bir chiroyli, bir fayzli, barakotli bir bayram nishonlash arafasida turibmiz. Alloh taolo bugungi mana shu bayramimizni o'zi muborak eylesin. Hammalarimizni Alloh taolo kelgusi yilda qilayotgan mana bu dehqonchilik ziroatlarimizga, savdolarimizga, tijorat va mol jonlarimizga Alloh taolo o'zi barakot bersin. Mana shu shukrona bayramini ko'p yillar, uzoq yillar hammamiz jipslashib, hammamiz birgalikda ko'p yillar mana shu tadbirlarni nishonlab yurishlik Alloh taolo hammamizga nasib etsin. Mana xalq birlashsa, xalq ahil bo'lsa, xalq bir hammasi ahil bo'ladigan bo'lsa, mana shu yurt obod bo'ladi, xalq farovon bo'ladi, tinchlik bardavom bo'ladi. Alloh taolo hosilimizga, dehqonchilik va kasbkorligimizga Alloh taolo o'zi barakot beradi. Qayerda og'zolachilik bo'lsa, o'sha joydan barakat ko'tariladi. Bu bayram ham bir shukrona bir bayrami hisoblanib, qayerda Allohning shukri bo'lsa, o'sha yurtda Alloh taolo ne'matlarini ziyoda qilib beraveradi. Azizlar, mana shu bayramni nishonlash uchun uzoq yaqindan mehmonlar kelgan, butun mana qishloq aholisi yig'ilgan. Hammalarimizga bugungi tadbirni chiroyli, fayzli, barakotli qilib, ahil bo'lib, birdan bo'lib o'tkazishlikda Alloh taolo nasib etsin. Azizlar, mana bugun mana pahlavonlarimiz kelgan. Hammalarini Allohim o'zi bir omad yor bo'lsin bularni. Xalqimizga bir chiroyli bir xizmat qilaman. Shu yili bir qalbina quvonch kirgizaman deb bular ham shu uzoq yaqindan keladilar. Alloh taolo doim bularni o'zi panohida asrasin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom hadis shariflarda aytadilar: haqiqiy pahlavon kishi pahlavonlik dedi, jismoniy kuchda emas, haqiqiy pahlavonlik dedi. Haqiqiy pahlavonlik nafsini jilovlab bilishlikda va dedi adolatli bo'lishlikda deganlar. Haqiqiy pahlavon kishi o'zgalarni hurmat qiladi, adolat qiladi, halimlik qiladi, saxiylik qiladi va o'zgalarni hurmat qiladi. Mana shu pahlavon, haqiqiy pahlavon jo'mard inson bo'ladi. Husayn Voiz Koshifiy hazratlari Futuvatnomai Sultoniy degan asarda aytgan ekanlar shuni. Muruvvatli bo'lishlik dedi. Muruvvatli degani odamiylik, insoniylik sifati hisoblanadi. Endi muruvvat so'zi bilan mar'un degan so'zni o'zagi bir. Mar'un degani arab tilida haqiqiy jo'mard erkak degan ma'noni bildiradi. Haqiqiy erkak kim deganda o'sha kitobda aytadi, haqiqiy erkak o'zgani hurmat qiladigan, xulq-atvorli, adolatli, sabrli bo'lishlik va muruvvat ko'rsatishlik, saxiylik ko'rsatishlik, saxovat qilishlik, mana shunday tadbirlarda mana shu pahlavonlarni hurmat qilib yoki masalan bir kambag'al faqirlarni bir yordam qilib,
masjid qurib turibdi, masjidga mana homiylik qilib, uzoq yillar xalqqa xizmat qiladigan narsalarga ihson qilib yuradigan inson haqiqiy jo'mard, haqiqiy mana shu erkak muruvvatli inson deb mana shu insonga aytiladi. Xasis bo'lsa, masalan bir joyda masalan xalqni yaxshi kunni ko'ra olmasa, masalan bir xayrli ish bo'lsa o'zini hissasini qo'shmasa, bunday inson haqiqiy muruvvatli, saxovatpesha inson hisoblanmaydi ekan. Shuning uchun muruvvatli bo'lish degan erkak bo'lish, odamiylik sifatidan ega bo'lgan insonga nisbatan ishlatiladi. Shuning uchun bugun hammalarimiz yaxshi kayfiyatda shu bayramga yig'ilgan ekanmiz. Bugungi tadbirda hammaga omad tilab, bugungi tadbirni fayzli, barakotli bo'lishida hamma o'zini hissasini qo'shsa, duo qilsa, har bir ishda duo bilan boshlansa, Qur'on tilovati bilan boshlansa, o'sha joyga Allohning farishtalari tushadi, o'sha joyga Alloh taoloning barakoti yog'iladi. Inshaalloh hozir Xudo xolasa duo qilib, Qur'on tilovati bilan inshaalloh mana Alloh baraka ham kelganlar, hamma tadbirda sho'ra xalqqa bir quvonch kirgizin, xalqqa xizmat qiling deb kelib, sho'da boshqosh bo'lib o'tkazib beradilar. Alloh taolo bu kishini ham o'zi panohida asrasin, tani jonlari sog' bo'lsin. Shu barcha pahlavonlarimizga, sho'ra xizmatga kelgan insonlar ham Alloh taolo yor madadkor bo'lsin. Omad bersin Xudoyim, ishlarga baraka bersin Xudoyim. Bismillahirrohmanirrohim. Va qur robbi anzilni munzalan mubaraka va anta khayrul munzilin. Allohim yurtimizni tinchligini bardavom va barqaror aylagaysan. Bugun barcha sohalarda islohotlar bo'lib turibdi. Mana shu O'zbekistonimizdagi barcha islohotlar, muhtaram yurtboshimiz olib borayotgan siyosatlar, adolatli, xalqparvar siyosatni yuritib turibdilar. Alloh taolo tani jonlarni sog' qilsin. Barcha olib borayotgan siyosatlari, xalq farovonligi yo'lida olib borayotgan ishlarni Alloh taolo yor va madadkor bo'lsin. Alloh taolo barcha rahbarlarimizni xalqimiz farovonligi yo'lida, xalqimizni bir hayoti yaxshi bo'lishi yo'lida olib borayotgan ishlariga Alloh barakot bersin. Mana tumanimiz rahbari ham, hokim buvam ham xalq uchun har kecha kunduz xizmat qilib yuribdilar. Alloh taolo o'zi barcha ishlarda yor madadkor bo'lsin. Mana shu dehqonlarimizni dehqonchiliklari, ziroatlari, savdolari, tijoratlari, mol-u jonlarni Alloh taolo o'zi barakot bersin. Mana shu tadbirni tashkilotchilari, xizmatga kelgan insonlar barchalarni ihson qiluvchilarni ham Alloh taolo ihsonlarini daryohida qabul etib, xonadonlarga fayz va barakot bersin. Shuning uchun ihson qilgan ihsonlarini Alloh taolo 1000 barobar, 100 ming barobar qilib qaytarsin. Xonadonga barakot bersin. Mana shunday tadbirlari xalqni bir birlikka chaqiradigan, xalqni ma'naviyatga, ilm ma'rifatga, madaniyatga chaqiradigan tadbirlarimiz yurtimizda bo'laversin. Tinchligimiz bardavom bo'lsin. Mana shu Mirxoshim bobomizni mana qadamjosidamiz. Mirxoshim bobomiz boshliq atrofida yotgan jami mo'min musulmonlar, g'arib va g'usorolar, o'g'ilsiz qizsiz o'tib ketgan barchalarni Alloh taolo ruhlarini shod, oxiratlarini obod joylardan, firdavs jannatlaridan qilsin. Qabrlaridan Alloh taolo o'zi jannatdan bir ko'shk ochib, jannat iforidan barchalari bahramand bo'lsin. Robbana atmim lana nurana waghfir lana va innaka ala kulli shay'in qodir. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Muborak bo'lsin. Qur'on o'qitali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه حطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allohim ushbu o'qilmish kalomi sharifning savobini bizlardan jami duoyatalar mu'min musulmon ruhuna baxsh et. Odam alayhissalomdan to payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u kishidan to hozirgi damgacha o'tgan jami solih bandalar ruhuna, xususan Mirxoshim bobomiz u kishi atrofida yotganlar, xususan duoga qo'l ochib amin deb turganlarning o'tganlarning ruhuna baxsh etdik. Allohim o'tganlarni rahmat, shoistai jannat etib, savoblardan bahramand etib, yotgan joylarni yoqtib, joylarni jannat, iymonlarni salomat etkaysan. Yurtimizni tinch, elimizni obod, dehqonchiliklarimizni Allohim o'zing barakot bergaysan. Kasallarimizga shifoi komil, shifoi azim ato etkaysan. Farzand talabida yurganlarga farzandi solih, solihalar nasib etkaysan. Safardagilarni safarlarni bexatar etib, sog' borib salomat qaytishlarini, safarlari xayrli, barakatli, ibratli safarlardan bo'lishini nasib etkaysan. Allohim ushbu tadbirga hissa qo'shgan, kim moli bilan, kim o'zining mehnati bilan hissa qo'shgan, hammasini ajr mukofotini o'zing ziyodasi bilan bergaysan. Birini 1000 barobar etib bergaysan. Ya muhavvilal hal, huvvil ahvalana ila ahsanil hal. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملاء الأعلى إلى يوم الدين آمين. الله أكبر. Aytilgan niyat iste'lar, duolar Alloh dargohida ijobat bo'lsin. Azizlar, demak hosil bayrami boshlandi. Biz bu kunni yillar davomida kutamiz. Haqiqatda mana 365 kun o'tgan bo'lsa, oradan hammamiz bu kunni kutganmiz. Hammamizni xayrli ishlarga bosh qilsin, yaxshilikka sababchi qilsin yaratganning o'zi. Lekin bu yilgi bayram juda ham bir o'zgacha, sababi 2 karra bayram. Amir Temur aytgandek, bizni kimligimizni bilmoqchi bo'lsang, biz qurgan imoratlarga boq degan. Xalqimiz bilan birgalikda, elimiz bilan birgalikda mana shunday chiroyli masjidimiz barpo bo'lmoqda. Uzog'i bilan quvontirsin. Xalqimizga ko'p yillar davomida xalqimizga dinimiz yo'lida yaxshi bir xizmatlar qiladigan, ko'p yillar davomida jamoat bilan Allohimga yuzlanadigan ajoyib bir dargoh bo'lsin. Hammani tabriklaymiz. Bugungi hosil bayramlari, qo'shaloq bayramlar hammamizga muborak bo'lsin. Demak, yil sarhisobi hosil bayramini boshlab oldik. Keling, ko'p gapirib o'tirmaymiz. Yaxshi daqiqalarni startini beramiz azizlar. Demak, ilk chiqishlar bo'ladi. Tosh ko'tarish marosimi. Demak, tosh ko'tarish marosimini boshlaymiz. Xo'p. Tosh ko'tarishdan oldin bir narsani e'lon qilib o'tadilar. Xo'p. Mahalla profilaktika xodimlari, ya'ni inspektorlarimiz telefonlari hozir kelib turgan APK formatlarni, sizni rasmingiz, 2025-yildagi to'y, palonkasida urushi, sizni yana biror narsalaringiz, yashirincha rasmlaringiz deb fayllar gap turgan bo'lsa, qaranglar APK fayl deb. Shu oyning o'zida elatimizdan ko'p odamlarni plastikdan millionlagan pullar o'g'irlangan. Ana shu narsaga e'tiborli bo'lasizlar. Navbahor mahallasi ichki ishlar xodimlari sizlarni ogohlantiradi. Ana shu narsani yaxshilab bir Telegramga nov kelgan bo'lsa, ochavermasdan e'tiborli bo'lishlaringizni iltimos qilamiz. Haqiqatda albatta kiber jinoyat hozir juda ham avj olgan texnologiya zamoni. Hammamizni ogohlikka chaqiramiz azizlar. Keling, davom qilamiz. Startni boshlaymiz. Xo'p, tosh ko'tarish Egamov Daston Navbahor mahallasidan. Egamov Daston, keling, toshni yoniga chaqiramiz hurmatli insonni. Egamov Daston bugungi hosil bayramini onlayn tarzda kuzatish imkoniyatini Tanho Media ijodiy jamoasi tasvirchi yigitlari YouTube platformasida taqdim qilib turibdilar. Instagramda va YouTube'da. Egamov Daston, keling. Tezlashing. Shonazarov Jayhun
Xudoyorov Sharifboy, Yo'ldoshev Saidjon, G'afforov Sarvar. O'tgan yil chempionimiz qani? Xo'p. Sarvar aka. Sharifboy. Demak, da'vogarlar birin-ketin ko'rinish bermoqda. Kim boshlab beradi shunda? Jayxun. Shonazarov Jayxun, Navbahor mahallasi. Demak, Jayxun boshlab beradi. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 16 kilolik toshni Jayxun 20 marta ko'tardilar. Bitta qarsiylar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Kayfiyatni ko'taramiz. Yosh doirasi uchun zo'r bu. Sharifboy, Sheribboyga ukam 31-son, 11-gi. Umidov master klass ko'rsatib turibdi azizlar. Bir qarsak bo'lsin. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Qarsillatali qarsiylarni 40 bo'ldi. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Qarsiylar bo'lsin. 54. 54. Sharifboy. 31 kuchlari. O'tlashtirdi. Qariyov Qodir, Ro'zboyev Sanjar ustozlarning shogirdlari. Saidjon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Rahmat, Saidjon. Zo'r. Davom qilamiz. Egamov Daston. Doston aka. Keling. Bormi Daston aka? Bo'lmasa almashtirish qilamiz. Sarvar aka. Sarvar aka keling. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Sarvar akaga qarsaqlik yo'qmi? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, Ha, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. rekord yangilandi, qarsinglar bo'lsin. Xo'p. Da'vogarlar bo'lsa chiqing yana. Bu o'tlashdi lekin doğrusu. Mang'itdan Davlatboy polvon. Hop. Atmasga etmeyin boshlayvering ağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Qarsinglar bilan ozgina energiya berib beramiz. 37, 38, 39, 40, Ay, 40. 41, 42. 42. Zo'r. Mang'itdan Yosh doira uchun zo'r. Rahmat tomosha uchun. Xo'p, Tohirboyev 65 yoshda ekan. 65 yashar inson uchun zo'r bu. qarsinglar bo'lsin. Salomat bo'ling. Pensionerlar uchun yaxshi lekin. Xo'p, Asadbek Tohirboyev. Asadbek gel. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. İsa. Qarsinglar bo'lsin. Asadbek, rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Bir yere chiqib tomosha ko'rsatsam hammaga emas to'g'risi. Bormi navbatdagi inson? Yo'q, xo'p. Birinchi o'rin. O'tgan yilgi chempionimiz bu yil rekordlarni yangiladilar. Sarvar aka G'afforov. Ikkinchisi Xudoyorov Sharifboy 54 ko'tardilar. Asadbek 42. Bayraklarına geçsinlermi şimdi? Bayrağını alıversinler önce tabii. Bayrağına gidersin mi? Hop. Arkanda. Hop. Tosh ko'taruvchilar. Bayroqlaringizni olib ketinglar.
Arkan tartışuvchilar tayyor bo'lib turamiz ekan. Arkan tartışuvchilar. Demak, arkan tartışuvchilar, jamoalar kelamiz davra markazini. Navbahor, Bog'zor, O'zbekiston mahallasi. Menimcha hozir Navbahor bilan Bog'zor bog'iri. Navbahor va Bog'zor mahallasi. Kelinglar, Navbahor, Bog'zor boshlaymiz. Bu yil faqat 2 komanda ekan. Menimcha da'vogarlar topilsa kerak. O'zbekiston o'zgarish mahallasi. Hatto uni odamlari bo'lar edi har yili. Finaldan qaytgan o'tgan. Bo'lsa chiqinglar. Kim? O'zbekistondan. Xo'p. Tosh ko'taruvchilari bayroqlarni olib olasizlar ekan. Borya. Sarvar aka. Necha odam bo'ladi bir jamoada? 5 mi 6 mi? 6 ta ishtirokchi har komandadan. 6 odam bo'ladi ekan, Navbahor, kelinglar. Yaxshi az o'ylatib tur. Tortib, orqon tortamiz. Bo'ladi. Qarabdi. Sarvar akam. Xo'p. Navbahor mahallasi. Bog'zor mahallasi orqan tortish bo'yicha. Xo'p. O'rtada hakamlardan boshqa odam chetda turasizlar, iltimos. Hamma qonun qoidani yaxshi biladi. Salgina bo'ldi. Biroq o'tkazmang. Tizikka o'rlanglar. Do'stlar, jamoalar bilasizlar, bu chiziqda o'tganda emas, bundan o'tganda hisob bo'ladi, to'g'rimi? Bu ham shu gap. Tayyormi? Tayyormi? Silta. Vay! Ha! Stop! Qaranglar, belgilangan hudud bor, arqonni ushlash hududi bor. Yipni ushlash hududi bor, do'stlar, iltimos. Ko'k chiziq bilan belgilanib turibdi. Qonun qoida bo'ladi, do'stlar, iltimos. Qonun qoida. Xo'p.
Ey ortaklar. Adı kim edin abi? Surpa bakın. Resul Bey. Ey Resul Bey. Çıkıp oturun. Halal boladı az kaytada arkana koyun. Kaytadan tartadılar hesap olmaz o. Ucuzda kansam geyeni yok hadi. Kaytadan koyasız. Kanı çıkma. Hemen su delerim çıksın ortadan. Hemen çıksın ortadan. Ağacı nereden ötmesiyle ağacı gök çizgi bakı arkanın. Şundan ötmedi kanı. Tutunlar kaytadan. Tez balın tez. Kanı çıkınlar iki komandam kaytadan tutun. Boriye. Galaba bugan yok öde. Tezleşin. Almak bir lakin. Hali Şu arkan tartkan yigitler çıksın başkası çıkmasın. shular. Almaşmanlar. Ağzı çarçağın bir adam almazsa mutturadılar. Tezleşin ortaklar tezleşin. Ne vakar çıkın tez. Şu arkan tartkan vallahi çıksın başka almazmasın lakin. Tezleşin vakt kısa. Kanı uçlanlar kanı hemen yarkanı uçlanlar kanı. Bu komandanın adı Kayseri? Bağzar komandası, Bağzar komandanın yigitleri, palvalları. Silah ağzından işine kıldınızlar. Emmesini doğrayı tuttu, Daşkardağlar gök tuttu. Çünkü ağzı gök neden yana ötü çıpamanlar. Hiç kim almaz kanı durun. Kim almıştı? Almaşmasın. Ucuğu güçünü 50%'ni yok etti ucu arkan tartışkan adam. Ahı u taşam götürüp dep turttu. Yahu daş bilen bize alakası yok bayrağını aldı daş götürgen buza. Çıkın esa server aka. O paddeş yakılman. Şu arkan tartışmaya çıktı mı çıksın. Neyse. Tezleşin. Ya katlaşkan adam çıksın. Çıkın server aka. Ağzı yine bir minut tutacağımız çıkmasa kalabanı bir erkeğe veremiz. Tutup oturmayımız. Çıksın ya adam. Bir minut tutacağımız. Bir minut. Oldu. Yok. Alış ne deyin? Bayrakını beredler. Bayrakı beriledi ağzı getir. Bayrakları emmez beriledi. Daş götürerler bayrak beriledi. İslam indirin ağzı gelsin. Bayraklar. Kanı tutunlar doğru nerede tutunlar? Uçlandı mı emme? Emme uçladı mı? Uçlan emme. Tayar mı? Kanı koyu verin. Kaçın Suriyeliler kaç emme yana. Kaç birinen var mı yanına? Ha. Azgına kaldı. Yere bir yok. Yere bir yok. Boldu tamam. Bağzar. Boldu. Bağzar komandası birincilik aldı. Bayrakı beriledi yine şurada. Bağ mı yeşil? Yine başka Bayrakını cemaat beriledi var mı? şurada. Özerine kıladı. Yok aynı başka cemaat yok mu? Şimdi kaydadan salamlaşamız hürmetli ortaklar, hürmetli işi bugünkü hasıl bayramının katnaşçıları. Hemmenize katta rahmet yine aldığınki yıllarda boladı ondan bugün yine kurumuz çıraylı bolup hemme peste bir kıl tekizde oturttu. Şu hemmeden iltimas kılamız şimdi şu kuru buzmasdan balları ortağa ötkezmezden oturasılar. Güreş kısmını başlayımız az ortaklar. Güreş baş palvanlar ortağa teklif kılamız. Baş palvan. Kimler giyen palvanlar? Arkalar yoğunlaştırıp alıp çıkınlar. Ay. Beda mi?
Yangi. Qari polvon mang'itlagan. Qani o'rtoqlar bosh polvonman deb Bag'atdayna Baltoy polvon o'rtog'i chiqdi. Shu bilan kim olishaman desa chiqsin. Qaysi rayondan nereden adam kelgan bo'lsa, shu bilan alish biladigan polvon bo'lsa chiqsin. İkinci polvonlar ham tayyorlab tursin. İkinci Jalol baradan, Jalol. U bilan tomonda ham tayyorlanib tursin. Bular bir-birinden kam emas güçleri. Yine ortaklar yine palvallara şunu yeksan kılıp Rossiyada oturgan insanlar yeksan kılıp tuttu yine. Ergash Aqsaqqal dedi yine. 100 ming so'm şöyle yeksan kılgan. Var. Muhabbetler rahmet. Yine Molla Boğan'a aytganning birine mingi 100 mingi bersin. Dab aytib o'tdi. Hammani shu yeksani shu bilan İskenderov Jasur yine 100 ming so'm yeksan kılgan. İşlerinin berekesini versin. Ömürbek yine 50 ming so'm yeksan kılgan. Şu yeksan kılganların hemmesini kanadanlarında yaxshi günler, toylar bolsun. Hemişe şu yeksanları milyon bolup kaçsın. Qani Baltoy polvon bilan alishadigan polvon bormi ekan? Yo'qmi? Çıkınlar bunun bazı Jalol çıksa Jalol ham yok deysizlar. Onun İran biri ham yok deysizlar. Onda göreş bo'lmaydi. Çıksın bir adam. Meydandan gelirler bormi? Xivadan mı? Qani çıksın esa Bekzat olsa Bekzat çıksın. Jalol ham tayyorlanib tur. Xivadan yine Bekzat polvon tutib beraman deb chiqdi yine. İbrahim akada ham boradi, ko'plar biladi. İbrahim Gatov degan sho'da necha yillar güreş tutgan. Bizlardan ham yoshi katta, hozir 70 dan o'tgan bo'lishi kerak, bir 75 yoshlarida atasi. Qani olishinglar esa, olishing. Jalol ham tayyorlanib tur, Jalol. Jalol polvon bilan kim tutaman desa tayyorlanib tursin. Udashkur Qosim yine 100 ming so'm yine şöyle yeksan kılgan. Şu yeksanınız yine özünüze bir milyon bolup kaçsın. Milyon beraber. Erkevay Tommu yine 300 ming so'm şöyle yeksan kılıp tuttu. Şu yeksanlar ortaklar polvonlara yeksan kılsanızlar ham buni hammasi berilmediğin şöyle meçhite kalınadı. Şu meçhite bergenlerin hesaplanadı şu. Ama gördüğüne şu meçhite şunu acayip yine şu kalkozda şunu edip meçhit kurganlarına şuna başçı bolganlara hareketler rahmet. Durduyup Tolkunbay yine 100 ming so'm hadi yakıldı şu an. Birine milyonu versin. Kabul etsin. Ne ki niyette bergen olsa niyetlerinizi etinler. Yılda bir mertebe oladı onun. İşini hasıl. Bayramı bu. Aktif olunlar ortaklar, aktif. Bu hemme yerde bolup turgan yok. Bu aldın. Hemme yerlerde boladı bu. Bütün oblast boyunca hemme şunun joylarda şunun tamaşaların şunun sayılla boladı da az yine şu Molla bu aytib o'tdi dili bir hamma dili bir bo'lgan yerlarda saqlanib qoldi bu. İnsanlar başka yerlerde hozir bo'lib turibdi, lekin kamroq. Bu ming yillar bo'ldi bo'ladi o'xshaydi bu. Biz endi yosh bola vaqtimizda ham keladi kichkina.
Qani ya arqanchilaring yine bayrakları berildi ortaklayın arqanchilaring. Nelenken berildi yine. Taş ko'targanlarken yine. Mehman palvonam yine taş ko'tarib ham bir jalli aldı Xudoga shukr bir jalli. Ava, Xudo qalasa siz bu doğadan tovuq ekanmi? Günde bir tuxum doğup bersak o 82-yilda göreş turisken Xudo qalasa. Ha? Ha, bo'lmaydi bu. Boshqa bu. Nima bu sizniki bu? Mashina rasmi. Edaversangiz shu edavering. Sapoyev Hamra aka yine 100 ming so'm şöyle yeksan qildi. Shu yeksanlarınız o'zingizga milyon bo'lib qaytsin. Ustoz görming qoldi o'xshaydi. Yine Molla Boğa. Katta imomimiz yine reştamız. 200 ming so'm yine şurada hadiya qildi. Molla Boğamiz ham shu neki niyatda bergan bo'lsa niyatlarini etsin. Shu berganlari shu milyon bo'lib qaytsin. Hava. Molla Boğa'dan alsang bo'ladi, shuning uchun aldım men hozir duvoyni yotibdi. Molla Boğa'niki bereketli bo'ladi-ku bu. Ko'paytiradi. Buni nega qo'yasiz? Ha? Yetdimi? E'lon etdingizmi? Bo'ldi, siz qarab turgan bo'lsangiz bo'ldi. Yo, endi men ine beda ne bo'lib ketdi-ku? Bo'ldi. Bosh palvon yiqqani rasm o'rtoqlar bir qarshilik olsin. Malades, rahmat. Bayrakını berasizlar. Jalal palvon chiq o'rta. Ruslan palvon sen ham chiq o'rta. Rahmat Qasım yine 100 ming so'm Po'lat Suvatga Yaraz Ko'ndik hammalaringizni bergan hadiyalaringiz milyon bo'lib o'zlaringizga qaytsin. Ya Molla Boğa'nın berganini mahkam qo'ying, mayak etib qo'ying uni, mayak etib. Ko'paytiradi. Rozmetov İnamcan yine 200 ming so'm berdi. Bu ham neki niyatda bergan bo'lsa niyatlarini yetsin. Milyon bo'lib qaytsin. Mehr bo'lsa kaftingda, qalbingda ko'rsat uni kaftingda dedi. Shu deyani ya ko'rsat kaftingni ko'rayin ham men deb turibmanmi? Mikrofon yana kelsan kaftingni ko'rib qolamiz axir. Islomov Mahmud yana 100 ming so'm berdi. Bu ham ishlarni rivoj. Rossiyadan İzzatbek yine palvonlarning shuni bayrak berdi 100 ming so'm. Katta rahmat. Neki niyatda bergan bo'lsa niyatlarini etsin. Qani palvonlara palvon chiqsin Mansur. Kim alshaman desa chiqsin palvonlara. Qani chiqsin yine Ruslan bu yanda chiqib turibdi, bu yanda yine Jalal palvon yine chiqib turibdi. Kim alshaman desa chiqsin. G'ani gazchi yine 150 ming so'm. Neki niyatda bergan bo'lsa niyatlaringizni ayting. Milyon bo'lib qaytsin o'zlaringizga. Ruslan palvon bilan kim alishadi? Qiyolimi? Sherzod palvonning o'g'li alishadi ekan. Adamboy. Jalal palvon bilan kim alshaman desa chiqsin. Siz ya diktor jo'ram qanayman ya diktor jo'ram qanay? Sen qarab tur jo'ra. Biraz yana ne olup gittidan beda bize neni yazdırıp e'lon etamiz deyince. Demak, usta shitirdi ishlari bilan biza davom qilamiz. Shunday. Qani Jalal palvon chiqsin.
Ver birini ver kaç tutadığımızı. Muhiddin Gazelçi 200 ming so'm meni. G'ani Gazchi 150 so'm. Neki niyatda bergan bo'lsangizlar niyatlaringizni ayting. Qabul etsin. Xo'p, biringize milyon aytib qaytsin. Tahir Sarri 200 ming so'm meni pul beribdi. Katta rahmat. U ham neki niyatda bergan bo'lsa niyatlarini aytsin. Biridan milyon bo'lib qaytsin o'zini. Usta, bu yana da'vogar topib bering. Qani ne? Chiqdim. Yaxshi. Hozir. Chiqasi embedadim ya. 3-4 naylar bordan shular o'tsin endi cho'masaqi. Hozir Muhammad Sodiq tayyorlanib turasan. Jalal Palvon. Jasur Palvon bilan yo'q. Jalal Palvona başka qani chiqsin boshqa yuborsa. Qani kim bor chiqsin. Birinchi qaysilar chiqmishlarmi bolalar, ne? Tutacak yok mu başka? Yok bo'lsa endi ikkisan bavatdan alçaveradi zaylik. Alçavering bar. Sherzod Xo'ja ayni 50 ming so'm pul beribdi u ham. Lekin niyatda bergan bo'lsa niyatlarini aytsin. 1 million bo'lib qaytsin. Ha? Ulan shu bag'atdan endi boshqa hech kim yo'q ularni. Ruslan Palvon yıktı mı? Halalmi? Qarsak. Ruslan Palvon yıktı. Bayrakını berasizlar, aylantirasizlar. Og'a güç quvvat. Ya endi ular hem qarindosh, hem chiqasanmi? To'g'ri, ya'ni bo'lmasa. Muhammad Sodiqni. Qara Muhammad Sodiq chiqadi o'rta, shu bilan kim olishaman desa chiqsin. Ya Muhammad Sodiq. Muhammad Sodiq. Shermat Boyaqchini 100 ming so'm berdi. Bu ham ishlarni rivoj. Shu bergan lekin niyatda bergan bo'lsa, niyatlar amal olsin. Eksanim milyon bo'lib o'zina qaytsin. Bayrak berib turgan bo'lsa shart emas. Bayrakni bersin. Bayrakni beringlar, ikkinchi palvonni bayrakni. İkinci bayrakını beyle, ikinci palvan. Bayrak kalmadı lideri. Hava şu vaqt hozir aytaman. Bana değil, rahmet. Manam bering endi bir olsun. Qani Muhammad Sodiq palvon chiqdimi? Qani Muhammad Sodiq palvon chiqsin. Ruslan, palvan. Bektan berdiler, beni alın. Şimdi aylanıp bırakın şimdi aşağıdan. Aylanıp bektan gidin, oğlan gidin. Qani Muhammad Sodiq palvon chiqsin. Halol bo'lsa bir chapak olsin. Jalal palvon yıktı. Bir qarsak yurasizlar, yaxshi aytib bir. Qani Muhammad Sodiqqa da'vogarlar bormi? 6 marta O'zbekiston chempioni, jahon Muhammad chempioni. Sodiq palvon chiqsin. Muhammad Sodiq. Bormi da'vogarlar? Ey Muhammad Sodiq bilan ish tutadigan palvon yo'qmi? Aylan öyle, şimdi aylan kaytayın. Ey nishatchaksizlar, nishatchaga bular. Niye?
Qani esa bundan keyingi polvon chiqsin qani. Esa Muhammad Sodiq bayroqni berasizlar. Muhammad Sodiqqa da'vogar yo'qmi? Ko'rali bu balani o'yinni bir. Qani Go'rash tutishini. qani chiqmasangiz hech qaysi chiqmaydi o'tdi-ku. Chiqsinmi? Bormi Muhammad Sodiqqa? Yana bir marta ta'kidlab o'taman, Muhammad Sodiq 6 karra O'zbekiston chempioni, jahon chempioni hisoblanadi. Ina polvonlar ina birisi Azaristdan, birisi Kirovdan ramzi. Alışa ina Muhammad Sodiqqa da'vogar topilmaydi. Indazi sad bizaram yaqaribmiz. Hammasi bo'lmasan chamarda yilda 10-15 marta to'ylarda görüşüp turamiz, lekin qolmaydi uju. Chiqib ketadi kalladan. Diyar. Berkin adı neydi? Rasul Kirovdan, Diyar Azaristdan. Alışınlar. Recep Ruslan, Durduyev, Saparvay, herkesine 100 milyon so'mdan pul berdi. Neki niyette bergen mesela niyetler neyse? Bergenin milyon bolup özlerine kaçsın. Bayrak verdiler mi? Tavuk verdiler mi? Allah deryanında kabul etsen mi? Başlat tavuk verdiler mi? Yak son verdiler. Hep perestese bir tavuk. Benim bekkal verdiler. Sen başak kalmışsın sana. Ahmet Ustas. Allah deryanında kabul etsin. Hayret sanmaz hemen. Diğer palvan bilen Resul palvanı güreş ortakladım. Ağır güreş oladı yine. Yurttursular. Tamaşa etip oturunlar. Dım çıraylı güreş oladı. Hani yok mu şunda Muhammed Sadık'a? Topilmaydi tuttu. Mansur yüveyinler ağzı bundan keyin bütün orta dolup gitedi palvan ağzı bular. İşte ortadakilar çıkkandan keyin. Çıkıp versin tamaşa. Bormi da'vogarlar Muhammad Sodiqqa? Muhammed Sadık'a çıksın da yine ayıp tutmam ki yok. Hava bayrağını veresiz, devrek aylanıveradi faydası. Yo'q, men xizmat qilaman deb turibdi. Yaxshi, qani yo'q ku hech kim. Bir zamon sabr etamiz. Ana bir çıktı. Hey rahmet. Kim? Rahmet. Demak, Muhammad Sodiqqa da'vogar topildi. Nereden kim o? Hacı Ekber. Xalojik yo'ldan ekan, Hoji Akbar. Ha ya tutmam mı bu? Ha tutasan tut, korkmayın tut. Korkmayın tut. Hava zor. Kemisin yok, kemi korkmayın. Alışkanı kuda kalasa. Hacı Ekber yine Kalacık yolundan, Türkmenlikten mi? Ortada tutunlar, ortada. Muhammed Sodiq bilan Hacı Ekber. Boshlandi. Student kerak hozir bu, ha Hacı Ekber. Selamun aleyküm. Hanım ziyaretiniz kabul. Fermer, Fayzullah Fermer. Ha, fermer, payızlagan fermer. 200 mi? 200 ming so'mini. İşleriniz berekesini versin. Dekançılıklarınız berekesini versin. Fermerler kurbi köpedi kubede fermerler. Ya bir de çarva fermerlerin bir yerlerinde gözüme ilişki gitmedi. O böyle arkalı beri verin adınız gelsin bir akı. Neler baradı biraz yani Dimitrov'da Brünç'ler baradı. Rusya'çılar baradı. Kanı bulan ben bildim pasifçiler. Ha. Hey rahmet. Sen berak tutunla berak ötünle berak kamera. Çang. Ha kameranı ortaga yapın. Hey. Hey malades.
Arada bir qarsagan bo'lib tursin. Ya o'zi hozir yo qarsak endi aytib olaversak bo'lmaydi shu. O'zi bilmagan holda qarsak chalib bersa bo'ladi. O'rtadagi yurash shunga loyiq bo'lsa, xalqning o'zi bilmagan holda qarsak chalib beradi. Ana shu qarsak deymiz. So'rab olavergan bilan kim? Quranbay Lilak 100 so'mini hadiya qildi. Shu biringizga milyoni bersin. Yoki niyatda bergan bo'lsangiz niyatlaringizni ayting. O'rtoqlar, ikki yurash ham dum og'ir yurash. İki yurash ham dum og'ir yurash. Endi yurashga tushunadigan odamlar hammasi biladi, yurashni og'ir yurash bo'lib turibdi. Haqiqiy halol og'ir yurashdan. Bir-birine mos olgandan keyin shunday og'ir bo'ladi-da. Ha. O'rtaroq keling, o chetda bir yarim nangiz bormi? Ey. Palvonlar. Rasulbek, Diyarbek. Şu anda shona qarab ketaverdingizda, shu yerda podderishga ketadigan donishlarimiz bormi? O'rtaroqda tutavering. Palvonlarda hiyla bo'ladi-dan, cheta qarab tartib kelaveradi. Cheta geldik yo'q shiddan qo'li yuvargan vaqtda ishlab beradi-dan priyom. Ana shunchaki ham bor o'xshaydi-dan bularda tufaram. Oldin qadimqiyan Turkman palvonlar bor edi. Tursun palvon degan iri ko'p odam ko'rgan, bu yerdan ko'p ko'rashibgan. Ya ruslar kelib ko'rashib turgan shu odam shu Moskvadan kelib shu yerda ko'rashibganlar. Misha, Igor, yana ular dunyoning bosh palvonlari bo'lgan shular, dunyoning. Shular shu yerga kelib ko'rashibgan. Ruslan Xo'ja aynan 100 ming so'm hadiya qilibdi. Yoki niyatda bergan bo'lsa niyatlarini etsin. 1 million bo'lib qaytsin o'zini. Ina. Asas Umidjon palvon, bosh palvon. Молодец. Молодец. Minchakka adamlar hamma yerda bor, hammani jinjirsdan, boshqadan saqlaydigan insonlar inshaalloh. Molla bor, to'g'rimi? Ana qalas. Men ham sal endi aslan azazdan girib qo'yadim mana. Shu uchun bular hurmat etinglar. Ne gap xalqim? Yo'q. Muhammad Sodiq. Hisobmi? Hisob emasmi? Yo'q. Bo'ldi. Men bana qarab sal Hammasi nazoratim ostida. Bo'ldi. Arkang bo'lay. Ağır görüşlerim kaçsın. Ha, ortaklarına götürsüler Muhammed Sadık yine. Yaşlar ortasında bo'lgan jahon chempioni oldu ulan. Yanında itemeli student yaş. Adı kimedi? Şuna çıdap tuttun ham katta rahmet. Yuvarib, bemalol. Hacı Ekber hem rahmet katta. Bular hazırki iki güreş için bir karsak çalsak buladı lekin ortaklar. Acayip güreş oturturdum, katlı güreş bu. Ansat emez. Sıraj doktor yine 200 son pul verdi. Sıraj doktor ham ne ki niyette bergen olsa niyetlerini etsin. Birine mini versin. İşler edim rivajlansın desem kesel köpelse. Yok. Hem iş yayısında bir kere kesel tapmaya otursun.
Bo'ldi. Hisobmi? Bo'ldi, hisob bo'ldi. Muhammad Sodiq haqiqiy yutdi. Salto'sam bor. Bir qarsak urasizlar. Yana bir marta ta'kidlab o'taman, o'tirsangiz, Muhammad Allohga Sodiq shukr. O'zbekiston bo'yicha 6 karra chempion, Muhammad jahon Sodiq. chempioni hisoblanadi. Muhammad Bayroqni Sodiq ol. bayroqni banglab bariki. Yana adını so'rayveraman, Akmal kim? Hoji Akbar ham aylantiringlar, Hoji Akbar ham aylansın. Bayroq ham banglab bir. Yaxshi bir xo'roz banglar. Muhammad, yo'q, baraversiniz hali. Sen bu shu bilan tutib bardaku. Yaxshi ko'rash. Shu bilan bag'atli bar ikisi. Lekin haqiqiy ko'rash oldu. Qani izinden tutacak palvonlar. Izinden tutacaklar görünsün qani, izinden tutacaklar Mansur. Kim? Alisher Hoca. Alisher Hoca aynan mechda 50 ming so'm berib berdim. Katta rahmat. Lekin niyatda bergan bo'lsangizlar niyatlaringizni aytinglar. Ağa bina doğru göreceksiniz lekin her narsanın onunu bakmasına. Hay? Siz yaş vaktinizde karılara yol vermeyensiniz ki. Yol vermeyensiniz. Şunun için şu etkeninizi alasınız. Kim? Mahmut Bengi. Hazır tutarsanız. Mahmut ben ya. 50 bin ya. Ya oldu. Adınız kim? Devlet he? Mangut'tan he? Devlete ortaya çıksın 65 yaştan insan. Şu bilan güreş tamamdan özümüzden. Kim Orta bo'lsa? rakka iltimos, ish pauzadan keyin o'rta. Mahmud Bengi yine 50 ming so'm pul berib, muam ishlarni rivoj. Bergan, qani o'rtada dur. Yo'q, chiqib turing. Chiqsa yo'q, chiqsana chiqib tur. Orta rakka. Chiqib, yana chiqib turinglar qani. Olinglar. Chiqib turinglar. Az. Bize yoksan işimiz var. Toy başına selamet olsun. Canınıza aylanın. Varınıza şükür. İş ben tam Tut. bir aktif etseniz de iş yaptım. Kimi? Vallahi gel tut. Bir balon ya. Köpeli mi? Ya o ağır. Ben soruyu veren. Ey siz oturun ey ne? Kim? Ekmel. Ekmel 50 bin. Demak, Ekmel yosh kim ağ onun? kattalarimiz- Lakabbam. Ekmel pul. 50 ming so'm pul verdi. İşleriniz onundan geleversin. Hem muhak toylara üstüne uçet duraversiniz. Devlet eke bilen yine Mangıt'tan özemiz tümenden Mansur Palvan alışadı ikisi hem karı birbirine dişleri netken birbirini dişlep net ölmeydi. Hey malavi. Diş kaç şokan ikisinin. Telefonunuzu verin ben takayım. Ya Ahmet'inizi belgeyi kuda. Yüverip ne şu ikisine ekkelin bere boldu niçe katta raknat ikisine maylantırasılar bayrağını beresler. Birleştiramiz. Dım katlı göreş oldu. Yok indi bir de kattalar ait tuttu. Dım katlı göreş oldu yarım saatten köp alıştılar. Demak, asosiy fokusni Dım o'rtaga katlı qaratamiz. göreş oldu. Yosh kattalarimiz vaqt mashinasi ta'sir etmaydigan palvonlarimiz kurashni boshladi. Kuch quvvat. Bu tavuk kalmak gelmedi. Son ben. Qavordan. Az balam. Toğun Çekizem gelin benimle. Toğun pulunu beredin zeyler. Toğun. Şimdi aylanın süre. Rahmet. Aylanasıla ortadan. Ben sana alın balam. Alın la alın. Şu diyor alayım git ayınla. Kadne. Kaysi palvanla bayana, kaysi palvan. Ey ut. Ne yine bu Ekmel aylantırınlar Ekmel. Yine göre tutacak mısın ya? Ha? Çıkarsa orta. Hesap emez ikisem. İkisem yan baş düştü.
Ay yaxshi quchoqlashganda emasga o'tirib tursangizlar janjollar. Aylantiring bu yerni. Qani Akbar polvon bilan yana bir olishadigan inson bo'lsa, shu bilan bir yana bir kurashsin. Bu zo'rayverlikdan buni yana zo'ra. Shu o'zidan bo'lsa chiqsin Akbar polvona. Aylantir Ahmet, aylantir. Bormi? Sen chiq, ne Allayar, o'rtaga bor sen. Allayar bilan ham olishadigan odam bo'lsa chiqsin. Hay? Shatda. Qo'lim chiqdi. Hop. Qani sen kutgangi yaxshi. Ne tinglakan? Şu mang'itli yerdan kelib shu bag'atlining qo'lini chiqarib ketjakmisin. Ya esa joyina soling o'zingiz. Qo'lini joyina soling. Polvonlar o'zi bir-birinikini qo'lini joyina solib biladi bular. Joyinda ichga bir yalgandan asl zo'r ekandan ne mang'itli. Hay? Hey, jo'rlaq chiqib turma, sal az tutasan. Qistan mendir kichkina bolalarni oxirinda tuttiramiz. Oxirinda tuttiramiz dedim-ku. Qani Allayar polvon bo'lsa chiqsin Allayar anshada o'rtada turgan qizil belg'ili. Qizil bel bog'liga. Allayar da'vogarlar bormi? Kelinglar, chiqinglar. Qani mang'itli polvon bilan endi yashib versak bo'lmaydi sizga. Qani ya yana qarilar bormi bular tomon deydi. Ya o'zimiz qarilar yana 1,5 ming qo'lini chiqarali shunda chiqmaysizlar sizlar. Hey sizlar kim tutadi sizlar? Hey ikkinga minish mang'itli bilan tutasan, ko'rashibcha qo'zan. Hop. Ko'rash o'yin aylantiracakmısınlar böyle? Çıkayıp oturunlar bir zaman. Şu mang'itli bilan kim tutadi? 40 yoshdan ziyod olsun hiç olmasa. 40 yoshdan ziyod polvon bormi? Bo'ldimi? Bo'ldi ana, esa devran aylaningsiz, bo'ldi, bayroqingizni olasiz so'ngida. Alın. Yana molla bola taklif berdi. Ben taklif alamiz. Mustaimida 2 polvon bor, chiqaramiz. Hava çıksın ya bu neye? Qani kelinglar, O mahallaning Allayar'a çıksın birisi. Çıksınlar. En sonunda yap kichkina bolalar yurtdi, kichkina bolalar tutturamız ahirinde. Voisbek va Latifjon boshlaydi ekan. Bu mahallamizning polvoni. Siz nedan? Dilshod Jummeli'ne 200 ming so'm Sadullayıp ibret O'risdan bergan bular. 100 ming so'm. Allayar niyatda bergan bo'lsangiz niyatlaringizni ayting. Qabul bo'lsin. Yaxshi. Allayar da'vogar bormi? Yaxshi. Chiqqandan bir 15 minut bo'ldi buni. Shanda atali katta daqilar. Katta mechitda tashkil etadi. Da'vogar bo'lsa kelinglar Allayar. Yuvarib. Yaxshi. Latifjon o'rtaroqqa o'tamiz. Abdulla kim bilan? Allayar bilanmi? Bo'ldi alishing. Ha, Muhammad Sodiq. Xalqimizning erkatoyini aylanib boryapti. Sen bariki Akmal bariki bala polvonmi ulan? Başladık. He? Görev tutacakmısın seni? Nereden sen? Bağattan. Esed kim bilen tutacaksın? Ya Ekmer bilen tutulmayacağım. Ne gap oldu? Nişattı. Halal oldu mu? Halktan soruyumuz ne gap oldu? Halal oldu demiş, halal oldu. Halal oldu dedi, halal dedi. Bir yerde var mı eken usta? Var. Aytdım ki aylanmın tuttu. Kana kaytattan tutamız eken. Sen Ekber hiç kim çıkmayacak, sen aylan ortadan aylan yana göre şutup verdin hiç kim tutmayacak sen bu. Sen Kana doy. Cesur. Cesur.
Tutasan mı bala bunu? Aylandınız mı? Ha? Qani şu ortada durgan bala çıksın esa bir bala çıksın. Asadbekka da'vogar bo'lsa chiqinglar, davom qilamiz. Aytibay hojiyne 100 ming so'm hadiya qilgan. Neki niyatda bergan bo'lsa niyatlarini etsin. Ag'a o'rtarakda. 1 milyonu bersin. Ag'a o'rtarakda. Pauzadan foydalan. Ne gap Süleyman aka? Assalomu alaykum. Sen tutacaklar sen? Çık ortaya çık. Kim tutaman dese gelsin yine ortadaki palvallara. Yüverir. Ha ortadaki palvan yine 2 palvan çıktırttı. Usta, Şular kaysı bilen alışaman dese çıksınlar. usta bir an tutaman dedi. Boldu. Çekmen versinler. Varın Süleyman aka çekmen ki ilk gelin. Süleyman palvan karayan taktan eken. Özü. Ha malades. Özü doğulgan vaktinde mataları şu palvan bozunda hep Süleyman dep koygan aka adını. Şu adına yarasa berbir. Cesur tutacak mısın ya? Kanı tutmayın ya. İkinci tutasılar mı kahraman bile ki? Ha? Tutasan mı sen bala? Ha? Avuk başka çıkıp durgan yok yine ikinci hem. Hiç kaysı bu bilen tutunmam bu bilen tutaman da bilseniz bu mu da? Kana kimde çekmem var? Çekmenleriniz bert durun lan iş karen taklı bala. Çekmen tavuk. Ya bu tutacak bu. Indi tutacak mı akır? Hava bu bilen tutacaksın lan. Tavuk berber çekmen yok mu ya? Sen durun. Çekmen ber durun. Ay maladi. Aytın yaran beredi. Yüverir hiç nese yok. Çıkamı? Kim var? Bol. Ya muskıllan gör tutman ku. Hizmet kılası rahmet. Hey damlı. Esat Bekmedi. Esat Bekmedi. Asadbekka da'vogar topildi. Belbog'i yo'q, zalokmi? Yetaveradi. Tutaversin zahri yok. Şunlara tutası mı şu bala? Tutardı. Şuna bir çekmen olmuyor tuttunuz. Yok vermeydi hiç kes. Ey köper falan ver tutsun çekmenini. İyi minni silah karim. Hay yaxşı gelgenden keyin ber biraz. Hazır birisi kaysı olsam gelgenini alıp appariş gerek. Sel araç birbirine kalak vermeyin. Ana ver sana bir sana rahmet ana. Ana Süleyman bilen bir yaktan diye lan et. At kim bilen. Kana yine karayan taktan Süleyman bilen cesur bagattan alışadı ikisi. Cesur Bey barın. Barın. Bakın git. Ay malades. Ne gap? Halal mı? Yıktı mı? Asap mı denkana? Suriye'den sonra Nişattı. Görülmeyin kaldım. Görünmeyin kaldı. Ben görülmeyin kaldım ben. Ya sen karat durun. Halal mı? Halal olsa şepek olsun. yıktı. Halal ekan. Şepek oldu. Boldu. Ay malades.
Ya Muhammed Sadık. Alışın. Kanı alışın. Bir balı yok mu? Qahramonoma da'vogar topilmaydi usta. Qahramonoma. Ya çıktı kanı. Bir 15 minut bo'ldi, yo'q da'vogar. Bir bakın bertti saylan içeri yanlış balığa inanma. Ha taptı ana taptı. Hava gel hadi. Mollala git. Usta. Qahramonoma da'vogar. Bo'lmasa Süleyman aka. Yine Karayantak'tan Süleyman. Bagat'tan Cesur ikisi alışadı. Boshlandi. Sudyalar chetroq turib. Qahramonoma bayroqini beraveramizmi ya? Kimin? Qahramonoma. Kahramana palvan olmasa beraber o. Da'vogar bormi qahramonoma? Menimcha yo'q, 15 minut bo'ldi. Bering bayroqini. Hay? Ya özü şu dikaniye tamam bu andan ki yıkıladı adam lan. Olmasa faydası yok yıkıp olmaydı bir böyle. Yıkıldimi shunda? Bering esa ikkanli bayroqni. Yakşı. Bilmem mi? Ben sana. Endi aylaninglar. Usta, Kimni atınız? Rahmet balam, rahmet. Var yakşı. Şu muşta tutun lavanda. Çattı. Yanbaş mı? He, kelle oldu mu? Bilmem ben yine usta yanbaş görsetti de ben görmeyin kaldım ki. qahramonoma da'vogar bormi? Yıkkay bu Xudayım, yıkkay bu. Kim bolasa? Atın ne o? Ha. Ay boldu. Güzel yok. Taza palvan, taza. Do'stlar, kim bolasini Yig'ilma. yo'qotgan bo'lsa, davrada turibdi. Opam akam deb yig'lab turibdi. Olib ketinglar buni. Cesur palvanı bayrağını berip. Bolalaringiz aylantirasiz. e'tiborli bo'linglar, iltimos. Usta, bilan bellashtirali. Kimleri? Birleştirin. Qani bellashamiz, o'rta. Vaqt o'tib ketdi, vaqtimiz chegaralangan. Alloh yarab. Düşün, rahmet. Malades. Aylan, hizmet et. Bellashinglar. Malades. Yine ki ilk koyacağını tellanan. Chat ola. Niçe ayırdınız mı? Nechiye bellashing desam, bellashimman deb turibdi. Ha boldu Zeylo gelin. Niçe olsa. Kan yana palvan bağ mı tutadı onu? Çık orta. Çık şu bilen tutaman diyen çıksın. Qahramonoma topildimi? Kahramana palvan çıkmadı. Esa bayroqini beraverali mana. Bu o'rtada Atın kim senin? Kichkina o'rtada turibdilar, yarim soat oldu. Baktı beklerin. Aylan. Bular hem ikisi niçe oldu bayrak beresi kız.
Vallahi. Qani palvonlar. Abdullah palvon bilan Allayar palvon ikkisi necha oldi yana o'rtani aylanmoqqa ketdilar. Qahramon palvon chiqmadi. Shuning uchun bayroqni berdikina. Qani shu o'rtada turgan palvon bo'lsa chiqsin. Bormi palvon? Ey, güreş tomanda gelip kapı olup gitmeyin. Tutun yine. Yine meydana çık. Çıkınlar güreş çıklan. Kim güreş tomandası? Qani Valijon chakmangi. Bilaman, endi o'zi biladi. Şuna. Qani yoshlar o'rta o'tamiz. Adamlar bütün mescid qurilishini berib nettok işte yalan. Qahramon bilan tutilmaydi voy. Qani o'rtadagi palvon bo'lsa chiqsin. Maqsadbekka palvon bo'lsa chiqinglar, Kiroplar. Mahallamizni palvoni Valijon chakman so'rab turibdi. Berib turinglar. Qani? Ha o'rtaga boringlar, güreşçek palvonlar o'rtaga boring. Kim tutaman desa chiqsin shu palvonlara. Qani chakmanni bering, Anvar aka. Shelli ne gap ekan? Yardım ettiler çaldı yardım et. Aylandırdın mı? Coştu mu? Aylandı. Ha rahmet. Sağ olunlar, aman bulunlar. Kural pulsul bu adetin ölüp kamalsın bir meçte. Size bize emelik. Kim bilan shunda? Valijon bilan Jamshidmi? Tapkalarınız yaxshi. Valijon bilan Jamshid tutadi ekan. Allah dergahında kabiliyeti Xudoyim shu. Qani o'rta. Tanılgan palvon bo'lib, Xudoyim kirangiz o'ratib buyursin. Rahmet. Eksanınız için rahmet. Hey, o kataş gidin, o kataş. Yolunuz olsun. Rahmet Baltay. Ay şu nerede oluş gerek? Valijon o'rta raqam. Jamshidbek bilan Valijon. Bu tarafda insonlar ham yaxshi ko'rash ko'radilar hozir. Metan yanına ona getirdi gel. Ya mektepte olam ya baya. Oraya dekanki uyun yanında mı o yüzden şöyle kolovada. Çede başladı ya. Asa boshladi. Start. Ahmet Eser, yolunuz bulsun. Evet, Ahmet. Yoshlarni chetga olinglar. Azizbek, o't ukam. Adı kime adına mı aytır mıydı? Kana kim balası yanında bulmasa hem mikrofon yanında bir oğul bala gelip tuttu yine. Yoklap. Adını mı bilmişsen adını? Eken adı kim? Apan adı. Ne onu? İşen boğma iş tavuktu ben. Benim. İşen boğa. İşen boğa iş tavuktu geçecekler kedez. Alın. Bir yerde koyamız yine. Başla. Bir yerde koymuş yine. Ayak değine koyar. Ya peste koyun ayak baylandan tut. Bir paket saket. Ya sen git görür mü kalamaz size. O kaç gitti be ya. Bayram esmedi ayağı. Ayak bayla uçkan. Öpke. Paketini vereyim inan paketi vereyim. Pulunu alın da. Pulunu alın. Hadi kıstanma. Ne gap xalqim? Halalmi? Hisobmi? Sal içine. Ay işen bu yerden çık yeterdi olmasa yine. Başlık. Al koyun geçeceklerini de beraber. Ana bu oldu. Yana bir yuboralimi? Palvon
Qani yana bir. Xalq rozi bo'layincha bo'ladi. Qani ne? Yine bu berik palvon çıkmadı mı? Ha çıksın ise tezleşin. Qani boshlaymiz. Yine çıkar. Tezleşin. Valijon. Jamshidbek. Qani yine ayttım yine şu bir bala inşada yine apasını yok atıp bitti. Qaranglar ya ikkita verin mi yana? Sizlarga gerek mi donmusa? Apasını qarab bitti. Qarang yanınızda balalarınız yok olsa qaysini? Yuvarib. Hisob bo'lsa shapak chalinglar. Shapak oldu. Malades bu. Beringlar boy. Qani alışadan bala olsa çıksın iş balaga. 2009-yil bola Jamshidbek. Güch quvvat. Al bayrakını. He? İnan Perdas yine 50 bin son pul verdi. Ne ki niyette bergen bolsanız niyetlerinizi yapın. Hisob. Hesap mı? Boldu hesap. O'tlashgan hisob. Yok mu ya? Tavuk geldi hazır. Yani kim dedi? Bunu hazır 50 bin belgen de adamdı. Kim de bir yönetim var? Bilim ben. Kellem. Ha. Yazık verin namalımda. Namalım palvanda. Usta kozu yine 50 bin son pul verdi. Ne ki niyette bergen bolsanız niyetlerinizi yetin. Birinize milyonu versin. Yaxşımız. Yıktın mı azı? Rozoy eke sanamın bir kısım berk gittiğini. Bala bayrak ver. Yıkkan. Geldi mi? Kimde yan bu atı? Maksat. Maksat Bey misin? Ha. İna aylanın sen. Maksat Bey yine yıktı. Aynen. Kalpa mı bala bilen güreşti o? Juratbekka da'vogar bo'lsa chiqinglar. Juratbek. Kiropli palvon. Bormi da'vogar? Güch quvvat. Kiropni Erketoy palvonlaridan biri hisoblanadi. Bormi palvon? Juratbekka da'vogar. Ula aladı ula. Al gitti o seni aldı biraz. Akbarali, yani kichkina bola otimi? Kim bolasini yo'qotgan bo'lsa, oda Akbarali ekan, olib ketinglar. Farzandlaringizga e'tiborli bo'linglar, iltimos sizlardan. Qani alışın kichkina palvonlar alışın Yoshlar qani start kichkina. beraveramizmi? Va alıştırın. Yoshlar alıştırın. Davay. Assalomu alaykum. Bahramjon yine, Bahramjon. Neki niyette bergen bolsa niyetlerini etsin. Malades. Katta yigit olup qo'ylangda xizmat etganimiz Bo'ldi, xudo. usuldan chiqamiz. Jurat polvon. Sunt çıksın. Jamol polvon. Çık. Qani ish bala bilan alışadan polvon bolsa chiqsin. Gök çekmendey bala bilan. Balla yaş balla tutinglar yine azamdan. 2012 yilagi. Laçın palvon yine. Laçın palvon bilan kim alışaman desa?
2012-yilda tug'ilgan. Yoshlar, chetga o'tamiz. Kızınıp çıkın yaş balla, kızınıp çıkın bir elleriniz ağrımasın. Hani Laçın Palvan'a yok mu? Çağırın yine. Kanı Laçın Palvan'a çıkın, kaysın çıksan. 2012-yilga gen, 2012-yil. Çıkasa mı? Laçın'a çık. Atın kim? Atın kim? Baktı Bey çıktı bak. Sen nedensin? Yanım tutuyordu. Ankara'dan kim balasın? Aktıksan mı köpelin? Kanı köpelin özü. Bağ mı? Hani? Baktı Bey minen Laçın Palvan. Hani Sen kettemez misin? Hey yoshlar. Bo'ldi. Hisob. Hisob. O'tleştirdi. Ukanchanchi esa 2009-yil bola, 95-yilmi? Adashmasam, 94mi? Güç kuvvet Yaş uka. Ha? Yok. Hisob. Malades. Bu kime de atın bana. Adını bilmem. Buldu mu? Cüratbekning bering bayrog'ini Baktı o'tleştirdi. Yaxshi oldu. Hadi. Atın kim? Ha hurmatli o'rtoqlar, endi o'zi yakunlandi o'xshaydi, kichkina Hey, bolalar ham stop. ko'p emas ekan. Kellasi. Shu o'rtadagi palvonlar yakunlangandan keyin, o'rtadagilar yakunlangandan keyin bir o'tirib, shu yerda bir Qur'on o'qiladi. Undan keyin yakunlaymiz. Hamma kimdan o'qiydi? Qur'on o'qiydi. Qaysi palvona? Berdi-ku, berdi. Stop, Pul berdi. yuvar. Molla bova, gelin qani molla bova. Allah vergan molla bova. Sho'larda bo'lsangiz gelin qani. Bir nese diyecek. Ha buna. Yüz ming so'm. Oy, Hisob. 100 ming so'm meni qahramon palvonam sho'ra. Hisob. Yeksan qildi. O niyatda bergan bo'lsa niyatdan etsin. Bormi boshqa palvonlar? Million Men bersin. yetdim deb yurmanglar. Bo'lsa chiqinglar. Qani qiz bola yo'q-ku endi. Bormi? Bibi Sara akayna qiz bola bo'lsa tutsin. Bibi Qiz- Sara gel. Ha, Dimitrovdan ekan Bibi Sara. Shu Dimitrovli qiz bilan qiz bola bo'lsa kel tutsayna. Bibi Sara da Bibi Sara. bo'lsa genglar. Allah merdegeme aydın deydi. Bir ilan etsinler orada bir tahta yaşık var. Bibi Sara'ya da'vogar bo'lsa chiqinglar. Yıksanız bo'lsa. Xayrullohning shogirdlari bo'lar edi. Bormi Xayrulloh? Dedi. İki adam dedi. Götür. Bo'ldi. Şimdi sizi ilan edeyim mi? Aylantıramam. Keling. O'rtoqlar, yine şurada 80 yaşki duruyordun şurada, görüyordunuzlar, doğru mu? Şu 80 yaşkini ortanı bir aylantıramız o'rtoqlar. Kimki uspet min kan bo'lsa, netken bo'lsa şu 80 yaşkini meçit için, meçit kuruluşu için neki niyet bo'lsa şu taşa beraveradi. Hayır yaksanlar bo'lsa, ortağa çıkışa, bir yere gelişe, sel tartılıp oturgan insanlar bo'ladi. Şurada az aylantıradi. Nengiz bo'lsa, shunga qayrangiz bo'lsa tashisizlar. Qani qizlar, geng Qani o'rtaroqqa. akkaning yashikningizni akkaning aylantiring. Qolgan chiqqan pullaringizni tashisizlar shunga. Yaqin yillarda ayollarning yurashi ham rivojlandi, ang usta. Ha. Chempionlar chiqdi, Ay, jahon chempionlari. hiç olmasa Dimitrovdan bibisar, yıkma kızım onu, yıkma şöyle gene ku. Yıkma nimen, yıkma. Hov, asta. Yok, yıkmasın. Okay, ustam. Yo, yıkmasın. Bu yerda halol yurash bo'ladi. Davom qilamiz. Hazil o'z yo'lina do'stlar. Endi bo'ldi, tamamladik. Bu yerda yıkma degan guring bo'lmam. Rozmat Xo'ja yine 50 ming so'm pul berib berdi. Neki niyatda bergan bo'lsangiz niyatlaringizni ayting. Biringizdan millionni bersin. Yo'q indaq, yo'q sen bilan tutib. Bu ukama da'vogar bormi? Yo'q axir.
Vallahi yoshlar bo'lsa chiqinglar. Ey şu iki kızın içi ayramız boldu. Toxtat yıkılmasın ikisen. Berege ikkiyen. Ustadım. Boldu malades. Bir kasa gönüller şu kızlar için rahmet ikkisine. Berege ikkiyen. Ustadım ixlos getding. Yo ihlas demez. Kız bala olup durup ortaya çıkıp şunu kalka bir acayip tamaşa ber tuttu. Biri yıkılıp yola budumaz. Zor. Yıkılmasın ikkisen. Zo'r. Sportimizda rivojlanishlar bor. Hammamiz bilamiz. Al. Ayollar bo'yicha Al, ham ne Diyora kızım? keldi, Arava jahon chempioni bo'ldi. Kim? He? Oripdan, yaxshilik ko'p oripdan. Kim o? Yaxshilik ko'p. Yakşilik hop. Arapça ayna 50 milyon pul verip verdi. Ne ki niyette bergen olsa niyetlerini etsin. Vallahi da'vogar bormi bu bola? Murat Girişine 100 milyon pul verip verdi. Ne ki niyette bergen olsa niyetlerini etsin. Birine milyon bolup kaçsın özüne. Bormi da'vogar? Taping. Bo'lmasa hozir kelishib beraman. Bo'ldi. Kanaka aylantırmadık ya yaşki. Bormi da'vogar bu bola? Tomosha ko'rsataman deb kelgan bom. Qani kelinglar. Da'vogar bo'lsa kelinglar. Tomosha ko'rsatish uchun kelgan bu ukamiz ham. Ne tamam mola geldi. Yani. Kıstanıp ekkel tuttular akı. Hazır keladi. Hazır. Atın aytasan hazır. Kim? Atın ayt. He? Ümitcan Dükançı. Ümitcan Dükançı yine 50 milyon pul verip verdi. O işleriniz ondan geleversin. Magazinler sonra canlı bulaversin. O ne ki niyette bergen olsanız niyetlerinize yetin. Kanı ya çettiniz bunu başka nerede aylantıraversinler de Romal'da mağaran. Yine alsın bunu yine bu desturkanı alsın. Alsanıza ya bunu ne? İki adam koyun. Beni yine desturkanı içine nalı koyun aylantırın. Beni. Bunu alın iki adam koyun ama iki adam çağırın böyle iki adam. Nereye koyacak adamla? Tapıldımı bu bola? Al. Kamron. Ahmetcan başlık. Ahmet dur bir yanına dur. Kamron İki chiqar yandan ekan. şimdi tutunlarda aylantırın bak. Qani gel Kamron. Koy onu. Yaşlı Haram oturmasın adamlar. Yine. Kamron mahallani polvoni. Ben inanın tut Ahmet bir yanına. Bahtiyar. Kim chiqsin shunda? Kamron. Şuna tayssan aylanıp çıkarsa. Kim kuruluş? Chiq Kamron gel. Başlık aytıp baradı. Başlık. Siz aytıp Aylantırın. Kamron mahallani polvoni. Benim. Atamrod jobbini aqtiq hisoblanadi. Alın yine işine taşap yeringler şuna. Ne ki niyette verseler niyetini yetedim mi? Kim neyle öy? Halol. Adını aytmadın ki gitip kaldı bu otusun taşap adını aytmadın. Bo'ldi hisob. Kimin kiyumen dedi. Dur. Kuch quvvat zayli. Adınız kim? Ezemet Bey. Bir de tomosha Azamet yine 50 milyon azamet yine 50 milyon pul ver. Ne ki niyette vergen olsa niyetlerini etsin. Shu bilan menimcha polvonlar ham tugadi, usta. Hava indiğin aylantırsın lazım bir palvan çıkardı yine azı. Yine iş var bar. Bol. Yekti bu. Yıktı mı? Bol. Aylan. Atın kim? Elburuz yıktı yine. Bayrakını verdiler. Kim adı? Kimde bir ilan etti? Kim verdi deyin? Atın kim? Ya. Behruz Bek yine 50 milyon pul verdi. Şunu katta toylarından katnaşacağımızı nasip kılsın. Ne ki niyette bergen olsalar niyetlerini etsinler. Kanı. Molla bağınımız gelmedi ha? Ahırında bir... Ahırda yekillep bereriz. Rahmet aytıp bir hemmege minnettarçılık bildirip yine şükürlere sağlıkla yetirsin de. Ortaklar emme katnaşkan insanlara katta rahmet bugün bir yerde yine çırayla acayip şimdi sayıl bolup öttü sayılla katnaşkanlarınız için hemmenize katta rahmet yine ki yıl şu sayılacalı hemme bağrı bütünlükte hiç kim katarımızdan kata bulmazdan şu yine ki toylara Allah Teala'nın özü hemmemizi birgelikte yetketsin
Yine indi hazır Eşenboğa'dan bir dualamız. Şu bilen toyumuzu yakilimiz. İşte azan aylantirip örttüler dasturxon bilen. Kuruluş için ne ki niyette özeniz beraber asla onu aylanıp şartamaz yine Eşenboğa'dan bir dualamız. Endi şu illere Xudoning o'zi yetirgan. Mening baxti saodat men bergan boy. Amin. Allohu akbar. Katta rahmat Eşenboğa. Hammalaringizni xonadoningizda chiroyli to'ylar bo'lsin. Hamisha shu chiroyli to'ylarda bir-birini ko'rib tabriklab yurish hammamizga nasib qilsin. Usta rahmat güç kuvvetisi.